23. bab. İğva taqatma. Yalğan guvohlik berib, gunohkorga yon bosma. Ko'p sonliqlarga egishib, yomonlik qilma. Da'voda guvohlik berganda, ko'pchilikka yon besib, haqni burmilima. Da'voda kambag'algimu yon bosma. Agar dushmaningning qalisi yoki eshigining ezib yurganini ko'rsang, ularni og'ash kelib, uningga topshirib ber. Agar dushmaningning eshigi yukni ko'tarolmay yiqilib tushsa, ko'masga selib ketib qolmay, uningga yordamlashib, eshigini qo'pirishib ber. Da'voda kambag'allarga uvol qilma. Tuhmat choplab, arz qilma. Begunoh to'g'ri odamni o'limga ittirma. Chunki men bundaq razil ish qiluvchilarni cho'qim jazolamay qo'ymayman. Para ama. Chunki para ko'rdiganlarning ko'zini ko'r qilib, durust odamlarning so'zini burmalaydi. Yoqi yurtliq musofirlarni bo'zaq qilma. Chunki Misrda musofir bo'lib tuquninglarda, yoqi yurtdagi musofirchilikning ta'mini sizlarmu tetixan. 6 yil dehqonchilik qilib, hosil jug'la. 7-yili yerga orom berib, oq tashlab. Unib qolgan ziroatlarni kambag'allar yig'sin. Qolg'inini yovvoyi hayvonotlar yesin. Üzüm zarlığın bilen zeytinliğinimi şundak qil. 6 gün işlep, 7-ci günü aram al. Ulaqların, qulların ve yaqı yurtluq musafirlarmı aram alsın. Men, Perverdigar, sana itqan sözlerge toluq əməl qil. Başqa ilahlarının namı bilen dua qılma. Hatta ularning nomini tilg'imu olma. Har yili men uchun 3 qatim heyit qil. Oldi bilan Petrnan heyitini qil. Mening amrim bo'yicha 7 kunlik heyitda Petrnan ye. Bu heyit har yili ziroatlar big' chiqargan bosh bahor oyida, ya'ni sizlar Misrdan ayrilgan oyda o'tkazilsin. Oldimga quruq qo'l kema. Tunchi pishqan ziroatlarni o'rganda o'rmi heyit qil. Kuzda hosullarni omborga yiqqiningda hosul yig'ish heyit qil. Har yili bu 3 heyitda butkul erlar manga eganglar Xudoning oldiga kelsin. Manga qurbonlik qinini bo'ldirilgan xemirdan pishirilgan yemeklik bilan billa atama. Heyit mezgilda qurbonlik qilingan malning miyini etsi etgangicha saqlama. Her yili tunchi pishqan ziroatlarning en yaxshi yeridan mening xonamga akirib, manga Perverdigaringlar Xudoga ata. O'g'loqni onasining sutida pishirma. Peristemni oldinga avatman. U yo'llarda seni qo'g'dab, seni men sana tayyorlab qo'ygan yerga elib bordi. Sen ehtiyot bilan uning so'ziga quloq sol. Qarshilik ko'rsatma. Bo'lmasa u gunohinglarni kechirmaydi. Chunki u mening nomimda keladi. Agar sen so'zlarimga quloq selib, mening bütün amellarimga amal qilsang, dushmaningga dushman, raqibingga raqib bo'laman. Mening farishtam sening oldingda menib, seni Amorlar, Xitlar, Perizlar, Qanonlar, Hivilar va Yabuslarning zeminiga elib kirdi. Men bo'lsam, ularni yo'qitaman. Ularning ilohlariga bosh egib ibodat qilma. Ularning qiliqlarini doğruma. Ularning butlarini urib
çekivet. Sen faqat manga, Perverdigar Xudog'la ibodat qil. Yemek içmeginge bereket berimen. Seni bütün kesellerden xalas kılımen. Aranglarda boydan ajrab ketadigan yoki tug'mas ayollar bo'lmaydi. Sana uzun ömür ata qilaman. Sen qayaga basang, men shu yerdagilarni seningdan cho'chiydigan, seni ko'sla oldi kaniga qaramay qochadigan qilaman. Düşmanlaringni parokanda qilib, sen ichkirilab kirishdan burulla, Hivila, Qanonla va Hitlarni qo'g'lab chiqaraman. Lekin yerlarning oq qilib, yirtqich hayvonlarning makoni bo'lib qolmasligi uchun ularni hozircha butunlay qo'g'lavatmayman. Sizlarning nopusinglarning ko'payib, u zeminni qaplishinglarga egishib, ularni asta-asta haydab chiqaraman. Sening yurtingning chegrisini Qizil dengizdan O'tra dengizgacha, Qumliq rayonidan Firat daryosigacha kengaytiman. Men sana yerlik aholini bo'y sundirish qudratini beraman. Sen ilgirlab kirgan vaqtingda ularni haydab etalaysan. Ular yoki ularning ilohlari bilan birer ahda tuzma. Ularni zeminingda turg'izma, bo'lmasa ular seni gunohga boshlaydi. Agar sen ularning ilohlariga ibodat qilsang, bu sana ajallik tuzaq bo'ladi.